Trolleybusli ko'cha, eko hayot, mehrga to'la ish kuni. Bu 1990-yillar Toshkenti. Shahar ko'chalarida moviy trolleybuslar jim-jit sirg'anardi. Havo toza, odamlar osoyishta, shovqin yo'q. Ishga, o'qishga ketayotgan yo'lovchilar bir-birini tanir, hayot sekin, ammo mehr bilan oqardi. Oradan yillar o'tdi. Trolleybuslar asta-sekin yo'qoldi. Shovqin, tutun, tirbandlik shaharni egalladi. Trolleybus 1882-yilning 29-aprelida Dr. Ernest Werner Siemens Berlin chekkasidagi o'zining birinchi ko'rgazmalarida namoyish qilgan. Bu tajriba 1882-yilning 13-iyuniga qadar davom etdi. Shundan so'ng Yevropada, keyinchalik Amerika Qo'shma Shtatlarida alohida tajribalar o'tkazilgan. Lekin bularning orasida eng qiziqarlisi 1911-yilda Buyuk Britaniyada sodir bo'lgan. Ya'ni Buyuk Britaniya ko'chalarida 2 qavatli trolleybuslar harakatlana boshlagan. Hozirgi kunda trolleybuslar kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.